Yevroremont 3 xona mebel texnikalari bilan tayyor kvartira sotuvga chiqyapti. Assalomu alaykum. Qulay manzilda Olmazor tumanida 3 xonali kvartirani sotuvga chiqaryapmiz. Qaranglar, spalnani вообще zo'r. Okamga remontga yaxshigina pul ishlatib qo'yishgan. 11 etajli novostroykani 6-etajda joylashgan. 69 kvadrat. Mana bu yerda oshxonasi. Oshxonani ham qaranglar, akkuratniy bo'lib turibdi. Mana shu yerga bitta o'tirish uchun stol qo'yiladi, bo'ldi, zo'r bo'ladi. Mana bu yoqda qaranglar, mehmonxona. Mehmonxonada bitta divan yo'q ekan, ana yoqda pismini stol bilan mягкий zona qilib qo'ysanglar, shikarniy bo'ladi. Bu domimizda отдельно o'zi tepalari bor ekan. Svetdan muammo bo'lmaydi. Mana bu yerda детский xonasi. Детскiyni qaranglar. Chetki. Aski bitta kichkinagina kravat qo'yiladi, zo'r bo'ladi. Ana endi sanuzel dushvarlarini ko'ramiz. Mana qaranglar zo'rligini. Вообще chetki. Shu xonadonimizni $111 ming ga berib yuboramiz. Pastda raqamni qoldiraman, Allohga chiqaverasizlar.